Oddiy hayvonlar ham chiqib olyapti. Umuman nima yo'q. Tashqarida отдельный suv qo'yib nima qilyapti. Sesdan kelib turib aytadiki, "Ha biz analiz oldik, suvda zarari yo'q ekan" deydi. Zarari bo'lmasa mana suv sasiydi. Bir murojaat qilib borsak, "Ko'chib ketinglar bu yerdan" dedi. Baliqlar bo'lardi buning ichida. Hozir baqa ham, hattoki baqa ham unaqa ovozini eshitmay qo'yganmiz. Ikkitasi kelib, mana suvdan olib bering dedi, qo'lini suvga tiqqandan keyin qo'li shunday bir narsa toshib ketdi. Bir xil suvimiz qizil bo'lib qoladi, bir xilda oq bo'lib qoladi, bir xilda ko'k bo'lib qoladi. Oldin bitta mollar suv ichardi. Odamlar kelga ham ishlatardi burun. Ortimda turgan mana bu zovur bir hafta ichida har xil ranglarda tovlanadi. Sariq, yashil, qizil, ko'k. Sababi mana bu tomonda promzona, ya'ni ishlab chiqarish zavodi joylashgan. Ya'ni kolbasa ishlab chiqarish zavodi, sutni qayta ishlab chiqarish zavodi, sachiq ishlab chiqarish zavodi. O'shalardan to'kilayotgan mana shunday zaharli va rangli suvlar, ya'ni o'zidan badbo'y hid chiqaradi va turli kasalliklar ham keltirib chiqarmoqda. Aholi vakillari Mushtumga aynan mana shu muammo bo'yicha murojaat bilan chiqishdi. Biz manzilga kelib, muammoni o'rganishga kirishdik. Sharxon tumani, Voham qishlog'i. Muammo haqida gap. Muammosi shu zavodda xalqida masalan bolalar ham kasaldan chiqmayapti. Buni hidiga hech kim chidab bo'lmayapti. Sasib, bijib, mana dimlanib yotibdi. Faqat musulxona bo'lib ketdi zavodimiz. Burungi, ha? Mashinani. Oldin qanaqa edi bu zovur? Oldin bitta mollar suv ichardi. Odamlar kelga ham ishlatardi burun. Baliqlar ushashib ketardi, mana baliqlar ushashib. Juda zo'r edi bu, hamma havas qilardi. O'rdak, g'oz hamma yo'q yuraverardi. Men hamma yo'q g'oz o'rdaklar ham o'lib ketdi. Hali nima sassiqga tushmay ham qo'ydi ular ham. Bir xil suvimiz qizil bo'lib qoladi, bir xilda oq bo'lib qoladi, bir xilda ko'k bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lib, mana shunaqa bo'lyapti. Buni orqasidan o'g'lim bolalarimizga yaralar toshib, istimalar chiqib, yozlarda ham kasaldan chiqmayapti bolalar. Bu mahallaga umuman yoz kunlarda odam kirib bo'lmaydi. Hozir mana qishda ham nafas olib bo'lmaydi bu yerda hozir. Mana ko'ryapsiz holatimizni. Biror marta bizga ko'p joylarga murojaat qildik. Mana o'zimiz Sharxonga, Andijonlarga murojaat qildik. Hech murojaatimiz amalga oshmayapti. Iltimos o'g'lim, mana sizlardan murojaatimiz shu amalga oshirib, shu bizni mana shu sosiqlardan qutqarib, shu sosiqlarni yo'qotishni so'rayman sizlardan, iltimos qilaman bolam. Mana shu meni uyimni borsa, asherga borsangiz, zovurlarga suv yurmaydi. Bakalashkalarda suvlar tiqilib, mana shunaqa zovurdan suv yurmay qo'ygan. Umuman yurmaydi suv. Mana shu sassiq shunday yomon bo'lib ketyapti. Hozir biz murojaat qilsak aytayaptiki, mana nimalarda, domlarda ham kanalizatsiyasi shunga tashlanar ekan. Mana promzona tushgan hammasi, mana chachiq sex bor, kalbasa sex bor, pishiriq bor, hammaniki, ay maloshnilarniki, maloshniga rosa ko'p bordik. Maloshning odami quloq solmadi. Maloshning tozalab filtrlaydigan narsasi yo'q. Mana shu necha marta borsak ham odam kelib, mana hojilarga borganman, boshqa qilganman deb tonib, mashina tashlayapti. Mana hozir ko'rdingizmi? Hozir abitdan keyin ko'rsangiz qizaradi bu suv. Bir pasdan ko'rsangiz oqaradi, yashil bo'ladi, har xil turga kiradi bu suv. Bu suvni biz qaytga borib murojaat qilishimizni bilmayapti shuni biz, iloji yo'q. Mana davlinasi bolalar, sahari bolalar, mana shu odamlar tashqariga chiqolmayapti. Uyda kun o'tyapti mashlar. Bir bunday ko'chaga chiqib, bunday toza havo olishga imkoniyat yo'q. Kechasi bo'lsa, umuman kechasida ham umuman havo olish bo'lmayapti, bolam. Yashashda o'ta hech ham yashashga juda qiynalib ketdik biz bu yerda. Yozgi kunida qanaqa hol? Yozgi kunda umuman turib bo'lmaydi. Biz emas, bitta emas, mana shu kelgan kirakashlar tashlasa ham opa voydod deydi, mana shu yerdan qanday yashayapsizlar deb shunday tashab chiqib ketadi bizni. Tashab chiqib ketguncha chidamaylar shu mashinalar. Biz shunga chidab o'tiribdi. Sesdan keladi, sesdan chaqirsak, bolalar kasal desa, sesdan kelib turib aytadiki, "Ha biz analiz oldik, suvda zarari yo'q ekan" deydi. Zarari bo'lmasa mana suv sasiydi. Hattoki mana o'rdaklarimiz yurardi, o'rdaklarimiz suvga tushmay qo'ydi. Bu suvni ichar edik bolam kelganimizda. Mollarimiz ichar edi. Bu suvdan o'zimiz foydalanar edik. Shu suvdan mana shu maloshnik bala, mana shu imalashlar keldi, bu suvdan foydalanishning imkoniyati bo'lmay qoldi. Bir murojaat qilib borsak, "Ko'chib ketinglar bu yerdan" dedi. Bu yerda ko'chib ketinglar dedi. Hozir ko'chib ketib, nima biz buni yerni naligini to'lab o'tiribmiz, hamma yo'g'ini to'lab o'tiribmiz. To'laganimizga haqqimiz bor murojaat qilishga.
murojaat qilsak hech ham bizga yo'l bermayapti. Keladi, o'rganmaydi, ha bo'pti deydi, ketishaveradi. Sharxon tuman ekologiyasiga murojaat qildik. U yerdan ham kelib ko'rib, asli o'zinglar pokiz o'tirmaysizlar deyapti. Nimaga biz pokiz o'tirmaymiz? Axlatga pul to'lasak, suvga, musulga hammaga pul to'laymiz. Yo'q, bizni inobatga olmayapti hech kim. Bir kuni musiqa maktabga bultur bahorda majlis bo'ldi. Tuman hokimi kelib aytdiki, "Olayda dom tushgan o'na shahar tomonda, Mashhurda qirg'og'ida. 2-3 kunda unaqasi yo'q, kalazatsiyasi yo'q. Shu yerga chiqarib yuboryapti, ochib yuboryapti kechasida. Ashan domda anaqasini ham, axlatini ham" dedi. Biz ham shunda chidab o'tiribmiz. Men ham Gulqushlarda eksotiklikda o'tiraman dedi tuman hokimi. Ashin bir 50-100 tadan oshiq odamning ichida shunday deb gapirdi. Mana qo'shnim ham hozir shu gapni gapiryapti. Shunday deb tumanda hokim shunday deb aytdi. Endi biz ham insonmiz-ku. Yozda vaqti o'tirib bo'lmaydi. Uyda dimlab o'tiramiz. Sassig'iga hech kim chidamaydi-ku. Ikkitasi kelib, mana suvdan abering dedi, qo'lini suvga tiqqandan keyin qo'li shunday bir narsa toshib ketdi. Qo'liga toshib ketdi-da. Endi nimadan bu? Shunchalik toshmagan deb keyin aytdim, "Ey dedim, seni zavrga tushib dedim, suv olding-ku, bolam bakalashkada ekspeditsiyaga aberinglar deb bittasi kelganda aberib turganmiz-da. Ashundan keyin shu qo'liga shunaqa bidirab qizil narsa toshib ketdi." Kechasi-chi bir 12 bir saharlik paytda iftorga turgan paytimizda ro'za paytda ham hidi bir batovoy hid keladi, nima tualetini oqizib keladimi, nima qiladi o'zlari bilishadi. Mana shu yerda ishlab chiqarishda oqizib yuboradi, men narada maloshni oqizib yuboraman. Hid batpay hid keladi, unga chidab bo'lmaydi. Oxir rom qilib o'tir ichkariga kirib o'tirsangiz ham umuman tashqariga chiqib yurishni iloji yo'q. Farzandlaringiz, nevaralaringiz o'rtasida? Nevaralarim mana shu ko'proq bitta nevaram anergiya bo'lib tomog'i og'riydi, ko'p tomog'i og'riyapti. O'zimni oshqozonim necha marta davolatdim. U nevaramni ham yozi bilan davolatdim. Ha deganda tomog'i og'riydi, anergiya yo'taladi, boshqa qiladi. Yashanga endi bir iltimos o'lim sizlardan bir imkoniyatini qilasizlarmi? Necha marta chiqdik biz. Puli ko'p tikshakini mana shu pul ko'plar bosib yuboryapti, bizni gapimiz inobatga olmayapti bu. Oldimizga hozir tekstil tushib qolib, shuni oqava suvlari, zak suvlari qanday narsa tashiydi bilmayman, juda ham sassiq, yashab bo'lmaydi, o'tirib bo'lmaydi, hidiga turib bo'lmaydi. Har oyda Qirg'izistonga olib borib toza havoga almashtirib kelyapmiz, iloji bo'lmayapti. Bolalarimiz surunkali, kasal, grippdan chiqmay qo'ydi, havomiz zaharligidan. Necha kilometr chiqadi bu? Endi zavrimizni mana shu bizning mahallamiz 1 kilometrcha bo'ladi. Buni endi past tomoniga, endi pastga bizdan pastdagilar ham aziyat chekyapti. Mana shu Qo'rg'oncha, Uzunko'cha, Qo'shtepa degan joylar bor. Oxiri ashaqacha yetib boryapti. Endi boshi bizdan boshlanib boradi. Asosiy boshi bizniki. Bizdan pastdagilar qancha joyga ketgan bo'lsa, kilometri shuncha joyda nima qilyapti. Hattoki buni suvimiz yomonligidan o'rdaklar naqalar bo'lardi, baliqlar bo'lardi buning ichida. Hozir baqa ham naqa ovozini eshitmay qo'yganmiz. Endi oldingi holatga solishtiradigan bo'lsak, juda ham sassiq, o'sha xonadonlarda hozir to'y qisiladigan bo'lsa, boshqa yerdan odam keladigan bo'lsa, buni nima qilishib oladi? Qanaqa qilib yashayapsizlar bu yerda? Bu havoning sassiqligidan deyapti. Endi mayli sassiq bo'lsa ham ilojini qilib, agar bular chorasini ko'rib berganda biz shu holatga kelib chiqmasdik. Murojaat qildik, SESga murojaat qildik, ekologiyaga murojaat qildik, toza hududlargacha o'zimiz chiqdik. Kelganlar 2-3 kun kelishadi. Bo'pti, chorasini ko'ramiz deb 3 kundan keyin qaytib kelishmay qo'yishdi. Nima tumaniga qildik, Sharxon tumaniga. Undan keyin viloyatga qildik. 3-4 kunda natijasi bo'ladi dedim. Hozir 3 xil, 4 xil suv keladi. Bir erta bilanda oppoq suv keladi. Undan keyin qip-qizil keladi, qora keladi. Mas'ullardan izoh olish maqsadida Shahrixon tumani ekologiya bo'limi boshlig'i Oygul Mamajonova bilan telefon orqali bog'landik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oygul opa, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Rahmat. Mushtum jurnalidan Ozodbekman, jurnalistman. Xo'p, yaxshimisiz? Hozir bizga murojaat bo'lgandi. Xo'p. Mana Vahim mahallasi Yangi hayot ko'chasida. Xo'p. Zovurga o'sha bir nechta o'sha fabrikalar suvlarni oqizishar ekan, rangli suvlarini. Xo'p. Shu bo'yicha hozir manzilda bo'lib turibmiz. Shunga kela olasizmi? Yo'q, hozir endi chiqdim yig'ilishdan, obed qilaman. Birinchi bo'lib. Keyin borishim mumkin. Nechalarga kela olasiz? Bilmadim, endi hozir ketdim, zaldan chiqdim, endi hozir ketyapman. Birorta oshxonaga boraman-da. Xo'p, bo'pti. Oygul Mamajonovani mahallada bo'lib 2 soatga yaqin kutdik, lekin daragi bo'lmagan bo'lim boshlig'i telefonini ham o'chirib oldi. Suv tiniqlashgan. Ya'ni rangsiz va top-toza. Lekin mana bundan bu yog'ida esa qop-qora va rangli suvlar oqyapti. Chunki mana bu yerdan
o'sha zavod suvlari, o'sha молочный, ya'ni sut ishlab chiqaruvchi, sutni qayta ishlovchi o'sha zavod bor, o'shani suvlari tashaladi mana shu. Zamon zo'rnikimi? Bu joyda 5 daqiqa tursangiz ko'nglingiz aynib, yoningizda pashshalar to'y qilib tashlar ekan. Yangi hayot ko'chasidagilarga qoyil qolish kerak. 6 yildan buyon shu muammo ichida yashab kelishmoqda. Ushbu muammoni Andijon viloyat hokimligi, viloyat ekologiya boshqarmasi o'z nazoratiga olishini so'raymiz. Tadbirkorlarga esa tegishli tartibda chora ko'rilishi zarur. Tahririyat rasmiy munosabat kutib qoladi. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.